Muhammed Polvon. Jarqurman. Marquat Polvon Oltinsoy. Eshitamiz. Surxondaryo tarixida men hali eshitmaganman, men hali bilmaganman. Yoshlar o'rtasida 90 gilaning chempioni. Keyingi yil yoshlar o'rtasida 90 gilaning kattalar o'rtasida chempioni duzda yo'nalishi bo'yicha. Yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni. Yoshlar o'rtasida jahon chempioni, Surxondaryo farzandi, Oltinsoy polvoni, Marquat polvon, Nazar polvonning o'g'li, bitta qasaklar. Hamzajon nima bo'ldi? Qaysi? Yo, ustida bekor qo'yganman, bir qadam yurgani yo'q. Marquat polvonniki halol. Shaniga bitta.